Demak, hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimizda robototexnika darsimizda Tinkercad dasturi yordamida musobaqa uyushtiramiz. Musobaqamiz shartlari quyidagicha: Tinkercad dasturi yordamida animatsiya, 3D animatsiyani yaratish, harakatlanuvchi, ya'ni harakatlanuvchi shakllarda kim birinchi bo'lib videosini yasab berishni sharti. Shunday qilib, musobaqaga tayyormi hamma? Ha. 1, 2, 3 boshladik. Yaratishni boshlaymiz. Hozir mana o'quvchilarimiz Tinkercad dasturi yordamida 3D animatsiyasini yaratishmoqda. Mana jarayonni kuzatib boramiz. Qani kim birinchi bo'lib bajaradi? Qani kim birinchi bo'lib bajardi? Men. Qani? Demak, birinchi bo'lib qaysi o'quvchimiz bajardi? Xo'p, qani? Tushuntirib beramiz qilgan ishimizni. Marhamat. Bu yerda 3 ta mana bu yerda taxtachalarni to'p qulatish kerak. Shartimiz shunday, a? Xo'p, qani? Malades, yaxshi. Nega hammasini to'liq qulatmadi? Bu kichik, bu og'irlik qilib qoldi ko'pi. Malades. Yaxshi. Qani kamchiliklarimizni to'g'rilaymiz. Keyingi o'quvchiga o'tamiz. Xo'p, qani? Shartini aytamiz. Siz hozir mana to'p kichiklik qilgani uchun ana bu kattaliklarni qulata olmay qoldi. Ha, demak, kamchiliklarimiz bor. Ozgina. Yana kim bajardi? Birinchi bo'lib. Qani? Malades, yaxshi. Mana o'quvchimiz bajardi. Qani, qaytadan boshlaymiz. Malades, yaxshi. O'zingizni tanishtiring. Mening ismim Hazratqulov Elshod. Menga robototexnika to'garagi yoqadi. Qaysi dastur bilan ishlayapmiz? Tinkercad dasturi 3D. Bizga Tinkercad dasturi qaysi fanlarda birgalikda o'rgatib ketar ekan? Fizika, informatika, ingliz tili, matematika. Malades, yaxshi. Bu 3D animatsiyasi orqali siz qaysi shakllarni o'rgandingiz? Qaysi geometrik, matematik shakllarni o'rgandingiz? Kub, uchburchak, ya'ni shar. Shar, malades, yaxshi. Yana kim bajardi animatsiyani? Qani? Yaxshi. Hammasi qiladi? Ha. Malades. Qani buni chekkasidan ko'ramiz, 3D tasvirda, chekka tomonidan. Yaxshi. Malades. Yana kim? Demak, bugungi musobaqamiz mutlaq g'oliblari qani? O'rnimizdan turamiz.
Marhamat. Marhamat. Malades. Mana shu o'quvchilarimiz hozir shartimizni to'liq bajardi. Bu o'quvchimiz hali bajarish arafasida turibdi. Malades. O'tiringlar. Yana bitta bo'ldi. Qani? Ikkinchi break. Malades, yaxshi. Ha, keyin o'quvchimizga o'tamiz. O'quvchimiz tugatdi. Xo'p. Malades, yaxshi. Sali to'plamani orasini yaqin qildim. O'shaning uchun mana ular qulari, shakllari sal kattaroq. Malades. Qani o'zimiz tanishtiramiz. Men Xudoyberdiyev Javohir robototexnika fanidan Tinkercad dasturidan foydalanib, mana shu animatsiyani qildim, yaratdim. Yaxshi.